Bismillahirrohmanirrohim. Kirish. Qo'lingizdagi ushbu mo'jaz kitob haqiqiy omad kaliti yoxud savdogarlar ustozi nomi bilan insonlarning qalbidan joy olgan va davomi bormi degan yuzlarcha so'rovlarning javobi o'laroq haqiqiy omad kaliti yoxud savdogarlar ustozi 2 bo'lib sizlarga taqdim etilmoqda. Ikkinchi qismida musulmonlarning boy bo'lishidagi hikmatlar, boylikning nafi, undan ko'zlangan maqsadlar, qo'ldagi mulkka emas, Alloh taoloning dargohidagi xazinalarga ko'proq ishonishning buyuk yutuqligi, jo'mardlikning benazir namunalari, jasurlikning qo'rqoqlik umrini uzaytirmaydi, botirlik umrni qisqartirmaydi qabilidagi go'zal anglamlari, ustozga, ota-onaga xizmatning haqiqiy yuksalish ekani, til o'rganishning inja sirlari, bola tarbiyasining nozik jihatlari, sherikchilikning nodir namunalari, tijoratchi bo'lishning g'ayratni jo'shtirar tomonlari, safar, sayohat qilishning 1001 foydalari, sog'lom hayotning haligacha o'zgarmagan oltin qoidalari, sarmoyador bo'lishning nozik tomonlari va boshqa ajib bir ilmlarning qissalarda jo bo'lgan dilga yaqin jamlanmalarni ko'rasiz. Abdulloh ibn Muborak hazratlari madrasada mudarris, ustoz, go'zal notiq, shaharlarda tojir, janglarda buyuk bir qahramon edi. Qalam va qilich sohibi edi. Qalami bilan o'zidan keyin keladiganlarning hayotini yengillashtiradigan asarlar yozdi. Qilichi bilan tillarda doston bo'lgulik mardlik va jasoratning beqiyos namunalarini ko'rsatdi. Ushbu kitob jonimdan aziz bo'lgan ustozim Abdullohxon Eshon bobom, ota-onam va otamdek mehribon Abdussalom bobom va tijoratda ustozim Bahriddin akaga bag'ishlanadi. O'qiganingizda ustozim, ota-onam, bobom, tijoriy ustozim va kaminani duolarda yo'qlashingizdan umidvorman.